18. Bab. Musa'nın qiynatısı, Midiyan ruhanisi Yetro, Xudanın Musa ve İsrail'a qılğan yaxşılıqlardan, yani Xudanın İsraillarını Mısır'dan ilip çıqqanlıqdan xabar tapdı. Musa burunla ayali ve ballarını qiynatısının yeniğe evtiyetken idi. Tuncu oğlunun ismi Gershom. Musa, men yaqı yurtda musafir bo'lib turgan yot odam deb shu ismni qo'ygan edi. İkinci oğlunun ismi Eliezer. Benisi Xudo mening yordamchim bo'lib, Musa atam ibodat qilgan Xudo menga yordam qilib, meni Misr podshohining o'ltirib yetishidan qutqizib qoldi deb shu ismni qo'ygan edi. Yetro Musa'nın ayoli ve ikki oğlunu elib çöllükке, yani Musa qarargoh qilgan muqaddas tog'ning yeniga keldi. U qarargohga kirishdan burun Musaga o'zining qizi ve ikki nevrisini elib kelganligi to'g'risida xabar yo'llagan edi. Shunga Musa qiynotisining oldiga chiqib, ta'zim qilib, söýüşüp ko'rishdi. Ular o'zaro amallik so'rashgandan keyin Musa'nın çediriga kirdi. Musa uningga Parvardigorning İsraillarni qutqizish uchun Misr podshohi ve uning qurollari qilgan barliq ishlarini aytib berdi. U yana İsraillarning yo'l bo'yi duch kelgan qiyinchiliklarini ve Parvardigorning ularni qanday qutqizganligini so'zlab berdi. Yetro bularni anglab intayin xushal bo'ldi. U Parvardigorga madhiylar o'qilg'ay. U sizlarni Misr podshohi ve Misrliklarning changilidan qutqizib chiqdi. İsrail xalqini qulluqdan ozod qildi. Men Parvardigorning butkul ilohlardan ulug'ligini endi bildim. Chunki Misrliklar İsraillarning shu qadar xorlig'ida u o'z qudratini ko'rsatdi, dedi. Bunun bilan Yetro Xudoga ko'ydirma qurbonlik ve boshqa qurbonliklarni otdi. Harun ve İsraillarning hamma oqsoqollari uning bilan billa Xudo oldida qurbonlik qilingan taomlarni yedi. Etsi Musa etigandan kechgacha xalq ishidagi mojarolarni bir taraf qilish bilan mashg'ul bo'ldi. Bu ahvolni ko'rgan Musa'nın qiynotisi Yetro Musaga buncha vala xaloyiq etigandan kechgacha sening yo'l yo'riq berishingni kutib tursa, mojarolarni o'zing yolg'iz bir taraf qilishing qandoq gap, dedi. Musa uningga xaloyiq bu yerga kelib, mendan Xudoning emrini so'raydi emasmi? Ikki odam o'tirsida mojaro tug'ilsa, ular meni izlaydi. Kimning haq, kimning nohaqligini ayirib, Xudoning qonuni ve yo'l yo'riqlarini ularga men yetkazman, deb javob berdi. Yetro uningga bundaq qilganing yaxshi emas. Bundaq ketaversa, o'zingnimi, atrofingdagi qarindoshlaringni charchitib qo'ysan. Buncha vala ko'p yukni o'z ustingga ilib olsang, o'zing yolg'iz yetolmaysan. Men sana maslahat beray. Xudomu sen bilan birga bo'ladi. Sen davomli xalqqa vakillik qilib, Xudo oldiga berib, xalq orasidagi mojarolarni Xudoga ma'lum qil. Xudoning qonuni ve yo'l yo'riqlarini xalqqa o'rgatib, ularga qandoq yashashni ve ularning qandoq burchi borligini uqtirg'in. Bundan boshqa yana jamoat ichidan qobiliyatlik, Xudoga ixlosmand, ishonchlik ve pora yemaydigan kishilarni tanlab, 1005'i, 105'i, 55'i ve 15 qilib tayinligin. Ularga xalq ishidagi da'volarni o'z vaqtida so'rashni topshirg'in. Ular qiyinroq da'volarda
sening oldinga kelib, ushaq-tushaq majralarni o'zlari bir taraf qilsa bo'ladi. Shundaq bo'lganda, ular sening vazifangni o'rindishib, yukingni yeniklatidi. Agar sen Xudoning yo'l yo'riqi bo'yicha shundaq qilsang, xalqning degan yeridan chiqa olaysan. Xalqning majrolarimi tez hal bo'ladi, dedi. Musa qiynatisining maslihətini qabul qilib, uning degini bo'yicha ish ko'rdi. U İsraillar ichidan qobiliyatli kishilarni tanlab, 1000 100 50 va 15 qilib tayinladi. Ular jamoatning davo ishlarini o'z vaqtida so'raydigan bo'ldi. Ushaq-tushaq majrolarni o'zlari bir taraf qilib, qiyinroq davoladi bo'lsa, Musodan yo'l yo'riq so'rashdi. Keyin Yetro Musa bilan qo'shilishib, yurtga